biz a'mizni, ya'ni tomonli burchakni balandlik topishni o'rganamiz. Buni balandlik topish ikkita aksimizni va mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Biz hozir buni isbotini topishga harakat qilamiz. Formani isbot. Xo'p, buning uchun bizda ikkita to'g'ri burchak uchun berilgan. Buning uchun Pifagor teoremasini qo'llaymiz. Xo'p, ikkita fleksiyaga ajratilgan. Mana bu x degan bo'lsam, to'g'risi bo'lgani uchun mana bu s minus x bo'ladi. Xo'p, h ning kvadrati plus x kvadrat teng a kvadrat. H ning kvadrati plus s minus x ning kvadrati teng b kvadrat. Bu yerda ikkita tenglik ayirib bo'ladigan bo'lsam, pastdan tepalayamiz. S minus x ning kvadrati minus x kvadrat teng b kvadrat minus a kvadrat tenglik hosil bo'ladi. Men bu tenglikdan x ni topishim kerak. Buning uchun ikkala tomondan kvadrat ko'taraman. S kvadrat minus 2s x plus x kvadrat minus x kvadrat teng b kvadrat minus a kvadrat. Bu yerda x kvadrat qisqarib ketadi. X ni topadigan bo'lsam, xo'sh, minus 2s x deb yozamiz. Xo'p, narxni ko'rsatamiz. Yo'q bo'lsam, buni ham ko'rsatadigan bo'lsam, s kvadrat plus a kvadrat minus b kvadrat tenglik hosil bo'ladi. Men bu yerda 2s ga bo'lib beraman. Ya'ni x teng a kvadrat plus s kvadrat minus b kvadrat taqsim 2s tengligimiz hosil bo'ladi. Endi bu topilgan tenglikni birorta h ga olib qo'yamiz. Men bunga olib qo'ymoqchiman. Ya'ni nima yuz beradi? Ya'ni h kvadrat plus h s ning kvadrati degani o'zi gipotenuzaga, ya'ni s tomonga tushirilayotgan balandlik. H b bo'lsa, b tomonga tushirilayotgan balandlik bo'ladi. Men shuning uchun s ni yozib o'tirmayman. Birdaniga to'g'rilashtirib ko'ramiz. Plus buning kvadrati a kvadrat plus s kvadrat minus b kvadrat taqsim 2s ning kvadrati. Chunki bu yerda x kvadrat bo'lganligi uchun mana bu kvadrat bitiraman. Teng a kvadrat. Biz bu yerda qilgan ishimiz x ni o'rniga olib qo'ydik. Endi mana shu yerdan men h ni topishim kerak. H kvadrat teng a kvadrat minus a kvadrat plus s kvadrat minus b kvadrat taqsim 2s ning kvadrati. Xo'sh, biz buni kvadratni ayirmali shaklda yozamiz. Va birinchi mana ko'paytirib yuboradigan bo'lsam, 2a ning kvadrati bo'ladi. Minus qavsida a kvadrat plus s kvadrat minus b kvadratning kvadrati taqsim 2s kvadratni birdaniga 4s kvadratga bosib qo'yamiz. Xo'p, mana bu kvadratlar ayirmasi. Ya'ni ikkisini ko'paytirish formulasiga tushadi. 2a minus a kvadrat minus s kvadrat plus b kvadrat. 2a plus a kvadrat plus s kvadrat minus b kvadrat. Mana bu joyda ishora almashgan sababi chunki qavsdan tashqarisida minus ishora turibdi. Shuning uchun har bir ishora qarama-qarshisiga o'zgaradi. Ikkinchi qavs esa plus bo'ladi, ishoralar o'zgaradi. Taqsim mahraj o'zgarishsiz yoziladi. S kvadrat. Xo'p. Endi mana buni yozadigan bo'lsam, birinchi b kvadratni yozaman. B kvadrat mana bu uchtalik ifodadan men minusni tashqariga chiqaradigan bo'lsam, a kvadrat plus 2a minus chiqqani uchun minus 2a bo'ladi. Mana bu minus s kvadrat minus chiqqani uchun plus s kvadrat bo'ladi. To'liq qavs yoziladi. Ko'paytirilgan. Mana bu a kvadrat plus 2a plus s kvadrat minus b kvadrat. Bu yerda kvadratlar hosil bo'lib qoladi. Teng. Xo'sh, mana bu a minus s ning kvadrati, ya'ni b kvadrat minus a minus s ning kvadrati. Ko'paytirilgan. Mana bu esa a plus s ning kvadrati minus b kvadrat. Taqsim 4s kvadrat teng. Xo'p, endi biz buni yana kvadratlar ayirmasi shaklida yozamiz. B minus bo'lganda qavs ichidagi ishora o'zgaradi. Minus a plus s. Keyinsa xuddi shundan plus deb yozadi. B plus a minus s. Xo'p, mana bu o'shanga foydalanib qo'yamiz. A plus s minus b, a plus s plus b. Taqsim 4s kvadrat. Xo'sh, biz bu yerdan qaysi foydalanib qo'llaymiz? Xo'p, mana bu yerda degani bu yarim perimetr, ya'ni a, b, s perimetrini 2 ga bo'lingani. Biz mana shu yo'lda mana shu tenglikni hosil qilib olamiz. Buning uchun nima qilamiz? B plus s plus a taqsim 2 minus a deyman. Mana shuni qiladigan bo'lsam, b plus s plus a joyi turadi. Umumiy mahraj esa minus 2a bo'ladi. Mana bu yerda a dan 2 ni ayirib, bizga minus a ni qaytarib beradi. Lekin mahrajda 2 hosil bo'lib qoladi. O'sha bu yerda lekin mahrajda 2 yo'q. Shuning uchun 2 ni oldinga ko'paytirib qo'yaman. Xo'p, ko'paytirilgan. Bunga ham shu foyda. B plus a plus s taqsim 2 minus s bo'ladi.
Bunga ham 2 ni ko'paytiramiz. Hop, bunga ham o'sha qo'yadi. A plus C plus B taqsim 2 minus B. 2 oldiga ko'paytiriladi. Ko'paytirilgan. Mana buni esa o'zi tayyor turibdi. 2 ko'paytirilgan. A plus B plus C taqsim 2. Taqsim mahnajda to'liq 4C kvadrat bor. Teng. Tengni kasrni to'g'ri yozib olamiz. Teng. Hop, biroz beloqdan yozamiz. Teng bo'ladi. Xo'sh, bizda dastlab hop, nechta 2 bor? 1 2 3 4 degan ko'paytmasi bizga 16 bo'ladi. 16 ko'paytirilgan. Mana buni o'rniga men qani qo'yaman. P minus A. P minus C. P minus B ko'paytirilgan P. Taqsim 4C kvadrat hosil bo'ladi. Bizda dastlab h kvadrat edi. Men ikkala tomondan ham kvadrat ildiz chiqaraman. Natijada nima hosil bo'ladi? H teng 16 bilan 4 qisqarsa mana bu joyda 4 qoladi. Ildizdan 2 chiqadi. Mahrajdan C kvadratdan C chiqadi. Endi to'liq ma'noda ildizosiga kelib ketadi. Tahlil yozaman. Birinchi P ko'paytirilgan P minus A ko'paytirilgan P minus B ko'paytirilgan P minus C formula hisoblanadi.